Ona endi o'g'lim gilon magazini bor ekan deb har yil gilon soldiravermaysiz-ku. Yuvdirib beraman chiroyli qilib. Aka ko'ravering qaysilari yoqdi? Uka menga eng qimmat gilonlarni ko'rsating. Bo'ldi aka. Yuring bu tomonga. Mana aka $300lik injiq gilon. Ko'ringchi. Mana shu yaxshi bo'ladi shu. Aka adresni aytsangiz o'zim tashab qo'yaman aka. Raqamingizga lakasa tashab qo'yaman. Yetkazib berasizlar, pulini ashitda olasiz. Allo. Hoji aka keldim. Lakasani noto'g'ri tashabsiz shekilli. Qabristonda oldiga kelib qoldim. Kiravering ichkaridaman. Men lakasani noto'g'ri tashadingiz deb o'ylab telefon qilgan joyim edi. Yo'q, lakasani to'g'ri tashadim. Otam rahmatli hayotliklarida pulim juda ham ko'p bo'lgan, pulim yo'q bo'lgan. Bitta gilom ham solib bera olmaganman, polos ham solib bera olmaganman. Hozir mana mol dunyoyim ko'payib, boyib ketdim, lekin otam yo'q, otam topolmayapman. Shuning uchun qabristonda ba'zida kelib ancha-muncha kam ko'chlardan havo olib turaman. Siz mana shu yerga solib qo'ydim. Abdurahmon, bilasizmi, men kimlarga achinib ketaman? Moli dunyosi qo'lida sharoit imkoniyati bo'lib turib, ota-onasidan vaqtida xabar ololmayotganlarga juda ham achinib ketaman. Hali mol dunyo topsa bo'ladi, lekin bu g'animatlarni hattoki ota-onalarimizni izlarini ham topolmas ekansiz. Ona endi o'g'lim gilon magazini bor ekan, har yil gilon soldiravermaysiz-ku. Yuvdirib beraman chiroyli qilib.